Termiz shahrida bolalar folklori tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Barkamol avlod bolalar maktablari o'quvchilari ishtirokida tashkil etilgan tanlov Termiz shahrida bo'lib o'tdi. Bu bellashuvda 13 ta jamoa hududlariga xos urf-odat, marosim, qadriyatlar, maqollar, qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari orqali milliy merosimizni ifoda etishdi. Har bir jamoa o'zlariga ajratilgan 7 daqiqa davomida folklorning betakror jozibasini sahnaga olib chiqishdi. 7 daqiqa xalq tarixini to'la ifodalash uchun qisqa muddat, ammo iste'dodli yoshlar bu daqiqalarni yuraklaridagi ishtiyoq, o'rganganlarini faxr bilan namoyish qilish orqali ko'rsatishga intilishdi. Bizni ishtirokimizdan maqsad ushbu tanlovda o'tgan yil ham qatnashganmiz va respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni egallaganmiz. Bizning maqsadimiz bu 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Xorazm san'atini biz vakillarimiz, agarda biz o'rin oladigan bo'lgan taqdirimizda g'oliblikni qo'lga kiritsak-da, bu bizni emas, Xorazm elini yutug'i hisoblanadi. Qayroq ilohiy asbob hisoblanadi. Ya'ni buning toshi, buni ustalar qilib bilmaydi ustozlar. Hech bir usta yoki temirchi, naqqosh, o'ymakor hech kim buni qila olmaydi. Faqat Xudo buni suvlarning orasida shu qo'limizga mos qilib, ko'zga ko'rinib turadi daryolar orasidan olamizda bularni. Mana bu qayroq, mana bu temir, mana bu tosh. Ikkitasini qo'shsak bo'ladi qayroq. Qayroq so'zining asl ma'nosi sayroq, ya'ni sayra degan ma'noni anglatadi. Jamoalar harakatlarida, har bir so'zda, hatto libos tanlashida ham o'z hududining madaniy qatlamlarini, tarixiy ildizlarini, e'tiqodlarini sahnaga olib chiqishga harakat qilishdi. Sahnada aytilayotgan har bir xalq qo'shig'i, ijro etilayotgan raqs yoki ifodalanayotgan marosim bu shunchaki san'at emas, bu xalq hayotining tirik aksidir. Bu bobolarimizning duosi, onalarimizning allasi, yoshlik davrining o'yinlari va ko'hna donolikning jilosidir. Bugungi kunda aynan ta'limdan tashqari o'quvchilarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish borasida bir qancha ishlarni aytib o'tishimiz mumkin. Jumladan bugun Surxondaryo viloyati Termiz shahrida o'tkazilayotgan o'sha Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan folklor tanlovini ham aytib o'tishimiz mumkin. Ushbu tanlovda aynan Surxondaryo hududini tanlanishi bizga ma'lumki, o'sha o'zbek davlatchiligida, o'zbek madaniyatida, umuman o'zbek millatchiligi tarixida o'ziga xos o'rin tutuvchi, ya'ni ulkan madaniyatimizga, sivilizatsiyamizga, davlatchiligimizni shakllanishida ulkan hissasi bor hudud sifatida e'tirof etiladi va aynan ushbu hudud tanlangani bugungi kunda o'zbek folklor maktabini yaratishga bir turtki sifatida o'quvchi yoshlar tomonidan tashlanadigan qadam sifatida tanlab olingan. Har bir jamoaning chiqishi o'ziga xos. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan jamoa betashar marosimini sahnalashtirib, xalqona, hazil, urf-odat va madaniy kuylar uyg'unligini ko'rsatishdi. Surxondaryoliklar bahoriy marosim, boychechak tantanasini yorqin obrazlar va sahna elementlari orqali ifodalashdi. Farg'onaliklar esa sayil marosimini o'zbekona quvonch va jamoaviy hamkorlik ruhida ijro etishdi. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda respublikamizda 219 ta barkamol avlod maktablari o'zini faoliyatini olib bormoqda. Bular hammasi yoshlarimiz uchun imkoniyatlar maskani hisoblanadi. Bugungi tashkil qilingan respublika musobaqamiz, ya'ni bolalar folklorimiz ham aynan mana shunday san'atga, aynan folklor yo'nalishiga, bizni milliy madaniyatimizga, milliy tariximizga qiziqadigan yoshlarimizni jam qildi. Hakamlar hay'atini, folklor san'atini sir asrorlarini biladigan mutaxassislarni jalb qilganmiz. Bugungi tanlovimiz g'oliblari Respublika Barkamol avlod bolalar maktabi tomonidan qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Tanlovning yana bir muhim jihati shundaki, bu yerda yoshlar nafaqat o'z hududining madaniyatini namoyish etishdi, balki bir-biridan o'rganishdi. Sahna ortida fikr almashishdi, urf-odatlar borasida savollar berishdi, bir-birlarining raqslariga qiziqish bildirishdi. Bu holat milliy folklorimizni o'rganish va asrash orqali yoshlar orasida madaniy birdamlik shakllanayotganining yorqin isbotidir.